Ushbu ko'rib turgan uylaringiz bir haftada 175 kvadrat metr mana shunday chiroyli holatga keldi. Endi siz bemalol dang'ur-dung'ur to'yni ham boshlasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Biz bugun Andijonga Abrorbek oldilariga keldik. Assalomu alaykum. Abrorbek ukamizlar ustalar, hozirgi uyni o'zlari topshirganlar va bu obyektimiz Namanganda Chortog'ida va bu yerda endi sizlarga yangilikni ko'rsatmoqchiman akalar. Mana bu yangilikni ko'ringlar. Qanaqangi? Bu hali yangilik, xudo xolasa O'zbekistonda hali bo'lgani yo'q. Mana biz hozir ishlab chiqarish sexidamiz va Abrorbekni o'zlaridan bilamiz. Endi uylarni qanday qilib tez mana shunday chiroyli holatga keltirish va ular haqida, narxlari haqida va usta xizmat haqida bir qator gaplashib o'tamiz. Siz esa ushbu videoga bitta like bosib qo'ysangiz bo'ldi akalar va uy qura turgan va uy eskirib ketgan do'stingizga bitta jo'natib qo'ying. Manfaatli bo'ladi. Abrorjon, charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Xo'p, bizning xizmatlarimiz va biz nima ishlar qilamiz? Biz aka fasadli plitka ishlab chiqaramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud. Xo'p, butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. O'zimiz ishlab chiqaramiz. O'zimiz ishlab chiqaramiz, o'rnatib berish xizmatlarimiz bor. Demak, uyingiz fasadni qildirib turganingizda, plitka qildirib turganingizda shuni bilingki, ustani o'zi ishlab chiqaradi. Birinchi qo'l va o'sha mahsulotni o'rnatib ham berasiz. O'rnatib ham beramiz. O'rnatib ham berish xizmati. Xo'p, o'rnatib berish xizmatiga nimalar kiradi? O'rnatib berish xizmatimizga usta haqqi, reyka samarezi, reyka samarezlari ham o'zidan. Fasadli plitkamiz kiradi. Fasadli plitkasi, dastavkasi-chi? Dastavkasini 50% qilib beramiz. 50%. Vodiy bo'ylab bekorga qilib beramiz. Vodiy bo'ylab bo'lsa bekorga, tog'da uyog'iga bo'ladigan bo'lsa, demak, dastavkasini 50% beramiz. 50-50 bo'ladi. Bo'ldi, 50-50 bo'lish bo'ladi. 1 million bo'ladigan bo'lsa, 500 ming men beraman, 500 ming bo'lib berishadi. Xuddi o'shanda yoki o'zingiz bilan, egasi bilan kelishishadi, to'g'rimi? Kelishamiz. Xo'p, endi mana bularda sizlarda adashmasam, tepa fasad bilan so'kildikini farqi bo'lardi, Farqi bor. Shular haqida bir oz gapirib bering. Toshlarning o'zida farqi bor, narxlarda. Toshlarda o'zida, fasonida, to'g'rimi? Fasonda. Xo'p, mana 3D. 3D fason fasadniki bular. Bu-chi? Ular ham fasadniki, paltarashka. Paltarashka, mramorli. Buni ranglari nechta xil bor? Ranglari cheksiz, xudo xohlasa. Cheksiz bunda ham. Xohlagan rangda kombinatsiya qilinaveradi. Kombinatsiya qilib quyib berilaveradi. Xohlagan, buni sifat qaranglar, qanaqangi. Bunaqangi sifatga, xo'p, buni keyin misol uchun aytishadi-ku, bo'lmaydi, bizni devorlarga deyishadi. Nima uchun unaqa deyishadi odamlar? Bilmadim, lekin devor tanlamaydi bu. Buni devor tanlamaydi. Ustunligi devor tanlamaydi. Qanaqa? Misol uchun shlaka blokka ham bo'laveradimi? Bo'laveradi, shlaka blok, gaza blok, devor tanlamaydi umuman. Unachi paxtadan qurib qo'yilgan. Paxtadan chiqqan ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Demak, uni orqasiga ketadigan reykasi sizdan bo'ladi. Reykasi, samarasi. Siz tayyor devor bersangiz bo'ldi ekanda, shu qilish shart emas. Yo'q, shart emas. Boshqasi shart emas. Buni qilasiz. Mabodo orqasiga stiklovata solib ketamiz deysa-chi? Solib ketishadi undan. Yana ham zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. To'g'ri. Xo'p, buni kvadrat metr qancha chiqyapti? 185 ming so'm chiqadi. 185 ming so'm. Nimalari kiradi uni ichiga? Usta haqqisi, fasadli plitkamiz, reyka samarezi ichida. Reyka samarezi ichida 185 ming so'mga bitadi. 85 ming. Endi meni o'zimda ustam bor, reykalarimni men o'zim alik qilib, o'zim qolaman deysa-chi? Dastavka qilib beramiz, toshni o'zini ham, narxlari fasadli narxlari hammasi standart 80 ming so'mdan. 80 ming so'm. So'killarimiz 60 ming so'mdan. Xohlasa bundan tanlashadi. Xohlaganda tanlayveradi. Xohlasa uni to'rtburchak. Narxlari bir xil, butun O'zbekiston bo'ylab. Vodiyga mana yerda ko'ryapsiz, ozgina qo'shimchasi bor. Fason uchun qo'shib ketilgan. Mana bu yerda esa qo'shilmagan, mana. Qo'shilmagan, bu alohida. Xo'p, buni rangi alohida, buni rangi alohida, to'g'rimi? Alohida. Ichigacha ham bir xilmi? Yana ichigacha bu quyiladi. Rangi o'chmaydimi buni? Yo'q, rangi o'chmaydi, xudo xolasa. Qanchagacha o'chmaydi? 15 yildan 20 yilgacha garantiya beramiz. 15 yildan 20 yilgacha oftob tushib turgan joyda ham bemalol. Bemalol. Xo'p, so'killarimiz qancha dedingiz? 60 ming dedingiz? 60 ming so'mdan o'zini chiqarib beramiz. Fasadnikini xohlaganini tanlaysiz. Mana ko'rishingiz mumkin, har xil gul, shakl. Mana bu yerda esa ko'rishingiz mumkin bo'ladi, qora fason. Yana menga buni juda ham yoqdi buni ham. Xo'p, bu yangi chiqqan fasondan. Yangi fasonda mana sal kattaroq obyekt quramiz. Buni zo'rligi, mana endi bir-biriga kirishadi. Bir-biriga kirishadi. Hozir choklari ham bir-biriga zo'r tushadi-da. Shunda samarozlanadi. Tamom aka. Ana endi devorga qotadi, xudo xolasa. Qalay? Aka, bularimiz 85 ming so'mdan chiqadi. Bular 3 xil rangda quyiladi. 3 xil rangda. Murakkabroq buni quyilish jarayonlari. Shuni hisobiga. Shuni hisobiga
Narxidacha o'zgarish Bu bor. lekin so'kilga, to'g'rimi? So'kilga ham, fasadga ham ishlatiladi. So'kilgan fasadga ham ketadi. Fasadga ham. Universal bo'libdi-da bunisi. Mabodo qiziqqanlarga mana bunaqangi bu yerda ranglar ketma-ketligi deb aytdik. Shuning uchun biz sizlarga qo'rqmasdan aytishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yoqdan esa mana ular kimga endi bular? Ular zakaz bo'yicha tayyorlanyapti. Zakaz bo'yicha Zakaz bo'yicha. tayyorlanyapti. Aloqaga chiqsa, xudo xolasa qilib beraveramiz, a? Aloqaga chiqsa qilib beramiz. Xo'p, uyda tez vaqt ichida yorug' yo'sin yoki mana umraga ketdilarmi opoddalar, uyda tezroq chiroyli holatga kelib tanimasinlarmi kelib, bemalol mana bundan qildirsangiz bo'ladi. Chunki tez bitadi. Bir haftada 175 kvadrat metrda mana o'zlari cho'tka qilib topshirib berganlar va sizga ham mana shunday bo'ladi. Meni kanalimdan chiqqan obunachilarimizga qanaqa bonuslar qilib berasiz? Kanaldan chiqqan obunachilarga dastavkasi Andijon vodiy bo'ylab bekorga qilib beramiz. Xo'p, vodiy bo'yicha dastavkasini 100 kvadratdan tepasiga bekorga qilib beramiz. 100 kvadrat undan u yog'iga bo'lsa bepul. Bepul qilib beramiz. Uylarigacha. Uylarigacha. Zo'r. Yanachi. Atkos tunikalarni ham oldin uydagilardan bo'ladi, hozir o'zimiz qilib beramiz. Atkos tunikalarni. Mana burchaklardiki, burchaklarniki. Derazalarda oldiniki atkos tunikadan bo'lardi. O'sha tunika uyda egasidan bo'lardi. Uyda egasidan bo'ladi, hozir o'zimiz qilib beramiz. Zo'r. Hop, yanachi. Narxlarni kelishtirib beramiz. Yo'q. Narxlarni kelishtirib beramiz, chunki ishlab chiqarish, birinchi qo'l va usta xizmati o'zimizda, brigadalar o'zimizda bo'lganligi uchun deyapti. O'zlari yangilar, ya'niki yangilar qanday? Videoda yangi chiqib kelyaptilar. Shuni hisobiga hayajon bor, sir bosyapti. Xudo xolasa sizlar poddesh qilib turgan, like bosib mana. Lekin ishini xudo xolasa cho'tka qilib bosib beradilar. Chiroyli qilib beramiz. Hop, sababi aytishgan-ku, lekin maqollar bekorga aytilmagan. Shogird ustozdan o'tmasa, shogird emas. Demak, ustozlardan o'tdilar va mana hozir patani olib, xudo xolasa ishni boshlaganlar. Siz ham bemalol qo'llari guldek, xudo xolasa ishlarni aytasiz, o'zlari cho'tka qilib topshirib beradilar.